Urinib yeb ketadi jimi. Muşuningdek bir qarashda odamning yegisini keltiradigan o'xshagan gilos murabbasi yasashni o'rganib olsangiz chuqur ziyon tortasiz jimi. Buni qanday qatimki hamsi birlikda o'rganamdik. Oldi bilan bozordan sotib akirgan mushundaq chiroyli giloslarni sapaqdan ajratib, aqlab tayyor qilib olamiz. Agar beg'ingizda bo'lsa, beg'ingizdikini uzib akirsangiz bo'ladi jimi. Sapaqlardan ajratib tayyor qilgan giloslarni muzdek suvda bir necha qator pokiz yuvib olamiz. Yuvib bo'lgandan keyin men mana tuyushib pingizga suv saqson deb mush pingizni birdan qo'yib qo'ydim. Suylar saq bo'lgandan keyin mushuna urug'larni ajratib oldim. Hozir mush giloslarningki toza pishib bozorlarda toza sotilgan vaqt bo'lib ketdi. Gilosning foydali tarafi bek ko'p. Buning tarkibida vitamin C bilan kaliyning miqdori intayin bek yuqori. Uyqu yaxshilash, o'zini go'zallashtirish ham shundaqla qon to'liqlash roli bor. Uningdan boshqa kun azozning gilos yeb yegan vaqtida mush yurak kasalligining oldini olib bo'ladi. Shunga hozirgidek gilos pishgan vaqtda mush murabbani serilib, etiganlik nashtida bolka yoki nonlarga ilib yeydigan bo'lsangiz shunchalik qo'yatlikchimi? Urug'idan ayirib olgan gilosni mush shakar bilan aralashtirib, beshaqning muzdek saqlaydigan yerga 4 soatdan 5 soat qo'yib qo'yamiz. Vaqt to'shqandan keyin mana shakarlar erib mush holatga keldi. Ondan keyin qozonimizni quruqdab, mush qozonimizga to'kib olsak bo'ldi. Buning bir tinim suv aralashtirmaymiz. Oldi bilan o'tir hali o'tni bir qator qaynatib olgandan keyin o'tni eng past holatga ekolimiz mushuna ko'piklar o'rlaydi. Köpüklerini to'xtatmay eliyversak barbara azlaydi köpüklermi. Mana shunday elishtirib turmiz. Köpükler azlagandan keyin buni 40 minut atrofida qaynasak mush holatga keladi. Mana mush holatga tayyor bo'lgan bo'ldi. Rangim shunda qip-qizil chiroyli ham quyuq holatga keldi. O'tni etib 1 soatdan keyin muzlagan vaqtida iste'mol qilsak bo'ldi mana. Shunchalik o'xshab ketibdi jimo. Biriz tatliq, biriz chuchmal, shunchalik shirin. Bolkalarga surib, atiganlik nashtida yoki nonlarga surib yeydigan bo'lsak, ham quvvat, ham lazzat. Etiganlik nasht qilishni yoqtirmaydigan bolalarga mushuna bolka surib bergan bo'lsanglar, huzurlanib yeb ketadi jimo. Mushuningdek